Tong. Yurtimiz masjidlaridan taralayotgan duo qalblarga sukunat va umid bag'ishlaydi. Yo'lga chiqqan insonlar muborak oyning barakasi bilan yangi kunni boshlamoqda. Ramazon bu faqat ro'za tutish emas, mehr va saxovatni ziyoda qilish oyidir. Aslida xayrli amallar xalqimizga xos qadriyat. Eng asosiysi, bu yilgi ro'za Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularni ijtimoiy himoya qilish yangicha yondashuv asosida tashkil etildi. Men ancha yildan beri kutayotgandim bu operatsiyani, lekin mablag' yo'q edi. Meni o'zlari topishib, o'zlari berdi. Men hech qayerga murojaat qilganim yo'q. Xo'jayinim bilan o'g'lim ikkinchi guruh nogironi. O'zim o'qimaganman. Rahmat, bolalarimdan huzur, halovat ko'rish nasib etsin. Bundan yuksallarga ko'tarsin bolalarim. Olmuş 9 yıldan beri nogironman. İki o'g'il, bir qizim var. İkinci o'g'lim birinchi guruh nogironi. Qizim ikkinchi guruh nogironi. Ayolim birinchi guruh nogironi. Qo'l oyoqlari ishlayapti. Ko'zlaringiz ko'ribdi, yorug' dunyoni, chiroyli manzarani ko'ryapsizlar. Allohga shukr deb yashash kerak. Prezidentimiz avvalo shu chekka joylarda yashaydigan xalq uchun jon kuydirib bizga voucher berdi. Yangi O'zbekistonda ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularga moliyaviy ko'mak berish, bepul jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish kabi chora-tadbirlar ilk bor institutsional modelga o'tgani, davlat qarorlari va shaffof mexanizmlar asosida tashkil etilgani bilan muhim yangilik bo'ldi. Davlat tomonidan belgilangan yordamning adolatli va haqiqatdan o'z egasiga yetib borishini ta'minlash maqsadida ijtimoiy himoya reyestri orqali kambag'allik darajasi aniqlangan shaxslargina tanlab olindi va ularga ko'mak berildi. Bu jarayonlarda shaffoflik, xolislik ta'minlanib, tanish-bilishchilikka chek qo'yildi. Eng muhimi, davlat kimga yordam kerakligini aniq biladi va bu yordamning haqiqatan ham manzilli bo'lishi ta'minlanmoqda. Prezidentimizning 67-son qaroriga asosan ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash maqsadida bir martalik moddiy yordam ko'rsatish kabi xayrli amal respublikamizning har bir hududida, ya'ni Farg'ona vodiysidan Orol bo'yigacha, Zarafshon vohasidan Qashqadaryo va Surxondaryogacha, Toshkentdan tortib Jizzax va Sirdaryogacha, bir so'z bilan aytganda ko'makka muhtoj har bir fuqaroning xonadonigacha kirib borayotgani, ularni xushnud etayotgani sir emas. Buni raqamlar ham aytib turibdi. 2026-yil mart holatiga ko'ra bir martalik moddiy yordam to'lash uchun 696,2 mingta ehtiyojmand oilalar ro'yxati shakllantirilib, ularning bank plastik kartalariga 467,2 milliard so'm to'liq moliyalashtirib berildi. Yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga 1 million so'mdan, 415,131 kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan ajratildi. Muhimi, bu mablag'larni qanday tasarruf etish oila ixtiyoriga topshirildi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa cheksiz shukronalarimiz bo'lsinki, mana muborak Ramazon oyi ham nihoyalab qoldi. Allohning rahmati, Allohning mag'firati cheksiz bo'lgan bu oyni butun dunyo mo'min musulmonlari kabi yurtimizdagi barcha mo'min musulmonlar juda ham katta ko'tarinki kayfiyatda o'tkazib bormoqdalar. Bu yilgi Ramazon avvalgi Ramazonlardan ko'ra eng katta farqi shunday bo'ldiki, Ramazon boshlanishidan oldin muhtaram prezidentimiz tomonidan Ramazon oyi kirishi bilan tabriklashlari, Ramazon oyini munosib o'tkazish to'g'risidagi qarorlari bu alohida xalqimizga bir e'tibor bo'lib, qalbiga xursandchilik berib turgan bir paytda muhtaram prezidentimiz Ramazon oyi munosabati bilan ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan, yordamga muhtoj bo'lgan xalqimizning juda ko'pchiligiga katta ijtimoiy xayriya mablag'ini ajratdilar. 1 trillion 50 milliard. Bu ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda vaqf fondi tomonidan amalga oshirishga kelishildi. Ayni vaqfni tanladilar muhtaram prezidentimiz, chunki bu
diniy nuqtai nazaridan, omonat nuqtai nazaridan eng o'sha ishonchli joylarga borsin degan ma'noda Ijtimoiy himoya milliy agentligi, vaqf birgalashib bir necha minglab odamlarni xonadoniga xursandchilik kirdi. Biz avvalida aytib o'tgan edik. Deyarli 3 milliondan ziyod bugun xalqimizni xonadoniga mana shu mablag'lar kirib bo'ldi. Bir necha yillardan beri qalbida armon bo'lganlar, bolasini jarrohlik amaliyotini o'tkazishlikka mablag' topa olmayotgan qancha oilalarni xonadoniga bugun xursandchilik kirdi. Bizning uyimizda ham bayram bo'larmikin deb kutib turgan nochor oilalarni bugun uylariga bayram mablag'lari kirib bordi. Ayni mana shu ishni Ramazon oyida qilindi. Bu jarayonlar prezident qarorlari Ijtimoiy himoya milliy agentligining shaffof mexanizmlari asosida yo'lga qo'yildi. Yurtimizning har bir mahallasida har bir insonning muammosini eshitadigan, unga yechim beradigan, eng muhimi ijtimoiy ko'makka muhtoj insonlarni yolg'iz tashlab qo'ymaydigan ijtimoiy himoya tizimi. Uning aks sadosi bugun markazdan tortib eng chekka mahallalarda ham eshitilmoqda. Bu maqsadda Ramazon oyida Vaqf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratildi. Jarrohlik tibbiyotning eng murakkab va qimmat yo'nalishlaridan. Ramazon oyida sog'lig'ida muammosi bo'lgan, davolanish imkoniyatiga ega bo'lmagan 6000 dan ziyod ehtiyojmand fuqarolarga bepul murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Bu tashabbusning zamirida chuqur ijtimoiy ma'no mujassam. Davlatimiz rahbari bu tadbirni bejiz amalga oshirgani yo'q. Chunki bir oilada nogironligi bo'lgan insonning mavjudligi bu oilaning kambag'allikka tushib qolish xavfini oshiradi. Bir insonni davolab, uni oyoqqa turg'izish nafaqat uning sog'lig'ini tiklash, balki atrofdagi butun bir oilaning farovonligini ta'minlash demakdir. Men bu yerga davlatimiz boshchisi, prezidentimiz avvalo shu chekka joylarda yashaydigan xalq uchun jon kuydirib, shunchalik bizni topib, mana shu yordamni berib, mana Ramazon oylarida bizga voucher berdi. Shu operatsiyaga men ancha yildan beri kutayotgandim bu operatsiyani, lekin mablag' yo'q edi. Ikkinchi guruh invalidiman. Meni o'zlari topishib, o'zlari berdi. Men hech qayerga murojaat qilganim yo'q, lekin uyaldim. Baribir endi xijolat bo'lasan-ku endi. Operatsiya qilishdi, tizamdi. Yaxshi. Endi bugun o'sha yuryapman. Anchadan beri yurmayotdingizmi? 2 yil bo'lgandi yurmay qolganimga. Bu tizam shunday qichayib, o'sha yerga yetmay qoldi-da. Men boshim yerga tekkancha ta'zimdaman. Rahmat prezidentimizga ming yashasin. Mana shunchalik bizga yordam berayotgani uchun. Xursandchilik ko'z yoshlari. Ko'nglim bo'sh yig'lab qo'yaman. Xursandchilik ko'z yoshlari. Rahmat, ming marta rahmat. Travmatologiya institutiga bordim. Travmatologiya institutida bu operatsiyani 13 milliondan 15 milliongacha qilishini aytdi bizga. Qanday operatsiya, qayeringiz og'riyapti? Tizza pay uzilishi. U mablag' bizda yo'q. Ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qildik. Ular shu kambag'allik reyestriga kirgizib, voucher asosida bizni mana o'zim Bo'kada tursamda, Chirchiq shahriga, больницаga olib kelib, mana shu operatsiyani o'tkazdik mana. Bizga o'xshagan, kam ta'minlangan oilalar, chetda qolgizmaganligi, bizga o'xshagan fuqarolarga qo'l cho'zganligi uchun, yordam bergani uchun katta rahmat prezidentimizga. Ehtiyojmandman-da endi, lekin bitta farzandim yetkiza olmayapti. 2 ta nogironim bor uyda. Oyog'im buklanyapti. Achchiq og'riqlar bo'lar edi, bosolmas edim. Suv yig'ib ishib ketayotdi. Operatsiyadan keyin nihoyatda yengilman, Xudoga shukr. Biz bu yerga hech narsa olib kelganimiz yo'q. Hamma ukol dori o'zlaridan.
muborak Ramazon oyi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 17 fevraldagi 67 qarorlariga asosan kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalarga yuqori darajadagi tibbiy yordam ko'rsatish uchun shifoxonamizga 19 ta bemor vaucher asosida ehtiyojmand oilalardan murojaat qilib keldi. Hozirda u bemorlarga tibbiy yordam yuqori darajada ko'rsatilyapti. Shulardan 6 ta bemorimizga jarrohlik amaliyoti o'tkazildi va ular hozirda operatsiyadan keyingi holatlari juda qoniqarli. Bemorlar xursand. Prezidentimizni tashabbuslari bilan muborak Ramazon oyidagi ehtiyojmand oilalar uchun qilingan ko'mak juda bir hayajonli, hayratli bo'ldi. Qalisan. Assalomu alaykum. Bu jajjigina qizaloq ham jarrohlikka muhtoj edi. Ruhiyatida ham biroz zaiflik bor. Vaucher asosida amalga oshirilgan jarrohlik amaliyoti uning nozik jussasiga shifo, o'ziga esa umid bag'ishladi. Oyog'ini qo'ya olmasdi, qo'ysa dodlayverardi. Shuning uchun payda tortishlik bo'ldi. Doktorimiz o'sha payda tortishlarni cho'zib, qildilar, operatsiya qildilar. Endi vaucher asosida qildilar. Endi yaxshi bo'lib ketadi deb Xudo xohlasam. O'tgan yil qildirmoqchi bo'lganimizda 5 million atrofida deyishganda, to'g'risi. Endi bu yilga mana nasib qilgan ekan Allohim, mana davlat tomonidan vaucher berildi. Mana operatsiyalar yaxshi o'tdi. Endi ilohim yaxshi bo'lib ketsin, yaxshi yurib ketsin qizim. 6000 dan ziyod bepul murakkab jarrohlik amaliyoti bu shunchaki raqam emas. Qolaversa, bu 6000 dan ziyod fuqaro mamnunligi desangiz ham adashmaysiz. Har bir bemorning ortida turgan qancha yaqinlari, birodarlari bor. Bu aslida millionlar xursandchiligiga daxldor savobli amaliyot. Bu yilgi Ramazonda kambag'allik reyestrida turgan oilalarga ko'rsatilgan yordamlar shunchaki nomiga amalga oshirilgan xayr-ehsonlar emas, balki aniq tizimga, institutsional modelga asoslangan holda tashkil etildi. Takror bo'lsa-da aytmoqchimiz, 2026 yil mart oyi holatiga ko'ra bir martalik moddiy yordam to'lash uchun 696,2 mingta ehtiyojmand oilalar ro'yxati shakllantirilib, ularning bank plastik kartalariga 467,2 milliard so'm to'liq moliyalashtirib berildi. Buning shukronasiga ehtiyojmand oilalardagi iftorliklarda qilingan duolar eng samimiy minnatdorlik ifodasidir. Xo'jayinimlar 2021-yildan insult bo'lib kasal bo'lib qoldilar. Ishlab yaxshi yurardilar. Hech kim boshiga bunaqa ishlar tushmasin, yordamlar berishyapti. 3 ta qizim bor. Katta qizim ham 2-guruh nogironi. Eshitmaydi, gapirmaydi. 2 ta bolasi bor. Birga yashaysizlar? Ha, biz bilan birga turadi. Qish-kuz mavsumida 1 million pul tashlab berishdi. Gaz svetlarga yordam bo'lsin deb. Yana oziq-ovqat mahsulotlari bilan mahallamizdan ko'p yordam berishadi. Undan tashqari yana 1 million tashlab berishdi. Ro'za Ramazon oyiga prezidentimiz ajratgan ekanlar, tashlab berishdi. Bundan xursandmiz. Hammaga rahmat. Minnatdorman. Hamma o'ylagan yaxshi niyatlariga yetaylik hammamiz. Prezidentimizning 17-fevral kuni imzolagan 67-sonli qarori ijrosi bo'yicha, ya'ni o'zlari tashabbusi bilan muborak Ramazon oyida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar bilan, ya'ni ijtimoiy reyestrda turuvchi, ya'ni 3 ta toifa turadi. Davlat ta'minotidagi oilalar, kambag'al oilalar, kambag'allik chegarasidagi oilalar. O'sha qarorga asosan davlat ta'minotidagi oilalarga 1 million so'mdan moddiy yordam bir martalik ajratildi va kambag'al oilalarga 500 ming so'mdan ajratildi va mahalla yettiligini
o'zlarini qo'shimcha ro'yxati bo'yicha bizda Yashnobod tumanida 181 ta oilaga 500 ming so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratildi va bundan tashqari Yashnobod tumanida hozirgi kunga 5 nafar oilamizga vaqf fondidan pul ajratildi va bularning hammasini biz tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda amalga oshirib kelmoqdamiz. Prezident tashabbusi bilan qilinayotgan ezgu ishlar butun respublika bo'yicha davom etyapti. Barcha bizda ijtimoiy himoya milliy agentligi, sog'liqni saqlash vazirligi hamkorligida bu ishlarni davom ettirib kelmoqda. Shu o'rinda biz Yashnobod tumanimizda ham mana hozirgi kunda 3000 ga yaqin fuqaroni xonadonida mana shunday bir martalik moddiy yordamlar tushirib berildi. Malades, menga qarashganing uchun ham rahmat bolajonim. Ramazon oyida ehtiyojmand oilalarga ko'rsatilayotgan moddiy tibbiy yordamlar bir martalik aksiya emas. Bu tizimli davlat siyosatidir. Buni yana bir oila misolida ko'ramiz. Buqa tumanida istiqomat qiluvchi Odina 3 nafar farzandning onasi. Turmush o'rtog'i ikkinchi guruh nogironi bo'lib, faqat uning nafaqasiga kun kechirishgan. Ko'makka muhtoj ushbu oilaga ham Ro'za Ramazon bayrami munosabati bilan 1 million so'mlik moddiy yordam berildi. Xo'jayinim 3 ta farzandim bor. Xo'jayinim bilan o'g'lim ikkinchi guruh nogironi. Ikkita qizim yaxshi sog'lom. Prezidentimizni qarori bilan kambag'allikni qisqartirish degan qaror chiqqandan keyin shu 7-likdan ijtimoiydan xabar olishga keldi. Dokument ishlari avvalambor avvallari qiynalib, to'g'rilolmay, yoq-bu-yoqqa qiynalib yurar edik. Shu onlayn orqali hammasi nima bo'ldi? Hal bo'ldi. Nima bansaga yotishlarimiz, qo'llab-quvvatlashlari hammasi. O'g'lim Respublikanskiy bolalar ortopediyasida 6 oyda bir davolanadi. Xo'jayinim, men o'g'limga, xo'jayinimga nafaqa olamiz. Yana ham xursand bo'lgan tomonim, bog'chaga boradigan qizim ham tekinga bog'chaga boradi. Mana shu Ro'za Ramazon kunlari ijtimoiy himoyaga muhtojlarga 1 milliondan berildi. Oldik. Allohga shukr, xursand bo'lib, produktda qildim. Bolalarimga kerakli narsalarni olib berdim. Rahmat deyman prezidentimizga. Shu noyabr oyida qishgi gaz svet ta'minotiga ham to'lab berishda 1 milliondan tashlab berdi. Bir martalik moddiy yordam vaqtinchalik ko'mak va qo'llab-quvvatlov aslida. Odina shu paytgacha biror joyda doimiy ishlamagan, arzimagan choy-chaqa evaziga qo'ni-qo'shnilarning uy yumushlariga yordam berib kelgan. Ijtimoiy himoya milliy agentligining ko'magi bilan endi uning hayoti tubdan o'zgardi. Uyiga yaqin maktabda texnik xodim sifatida ishga joylashtirildi va doimiy ta'minot manbasiga ega bo'ldi. Davlat ishida ishlashni xohlardim. O'zim o'qimaganman, o'qimagan bo'lsam ham xo'jayinim ikkalamiz mana yutuqlarga erishib davlat ishida ishlayapmiz, shuni xohlar edim. Avvallari halollikda gap katta. Shu yashab turganim o'ziga shukr qilaman. Allohim farzandlarim kelajakda yaxshi bo'lishini xohlayman. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik bizga e'tiborli bo'lib, nimaki bo'lsa mana 7-likda ham mana shu ijtimoiydagilarga ham rahmat. Nazoratda hamisha e'tibordan qoldirmaydi. Mana davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyobga bahor durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlar ekan kim? Ulardan boshqa birovlar koshonang topilmaydi. Rahmat, bolalarimdan huzur halovat ko'rish nasib etsin. Bundan da yuksallarga ko'tarsin bolalarim. Martabasi ulug' bo'lsin. Prezidentimizga ham rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlaganiga. Bunday taqdirlar har bir mahallada, yon-verimizda yetarlicha bor. Ehtiyojmand fuqarolarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaratilgan shaffof mexanizm esa minglab ko'makka muhtoj insonlar hayotiga yangicha mazmun olib kiryapti.
Jumladan, ijtimoiy reyestrga kiritilgan davlat ta'minotidagi oila toifasidagilar umumiy sonining 20% dan oshmagan holda moddiy yordam to'lanishi lozim bo'lgan 43,034 ta qo'shimcha muhtoj oilalar ro'yxati shakllantirildi. Kam ta'minlanganlarga iftorliklar tashkil qilish, bemorlarning holdan xabar olishdan tashqari 10 mingdan ziyod bo'lgan xonadonlarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazildi. Alloh taolo bu qilingan ihsonlarni qabul qilsin ilohim. Albatta bu uylari ta'mirlanganlar, farzandlarini bemorligiga shifo topganlar, muolajalari uchun davlat tomonidan mablag' olganlar, xonadonlariga xayr saxovat kirgan millionlab xalqimiz bugun qo'lini duoga ochib duo qilar ekan. Inshaalloh yurtimizga baraka yog'iladi. Alloh yurtimizni har xil balolardan asraydi. Bu duolar shubhasiz qabul, chunki Ramazonda qilingan duo o'zi qabul. Yana bu ro'zadorlar tomonidan qilinayotgan, muhtojlar tomonidan qilingan duolar albatta Allohning nazdida qabuli bo'ladigan duolardandir. Inson uchun eng qulay va xavfsiz muhit albatta bu uning uy joyidir. Davlatimiz rahbari bu masalaga ham alohida e'tibor qaratdilar. Ta'mirga muhtoj, imkoniyati cheklangan, ehtiyojmand oilalarning boshpanalarini ta'mirlash bo'yicha ko'rsatma berib, qanchadan qancha xonadonlarning quvonchiga sababchi bo'ldilar. Navoiy viloyatining Nurota tumani. Mana bu shinam xonadonda ta'mirlash ishlari ketyapti. Mehmonxona, oshxona deyarli bitgan. Ba'zi yumushlar qoldi xolos. Xonadon egasi Amriddin ota birinchi guruh nogironi. Afsus, otaning ayoli, 2 farzandi va 2 nabirasi ham imkoniyati cheklangan bir oilada shuncha zaiflik. Hayot qancha sinov bermasin, bu oila bir-biriga umid va mehr ulashishdan charchamaydi. Davlatimiz rahbari ularning hayotini yengillashtirish, munosib sharoit yaratib berish uchun turli dasturlar, yordam va imkoniyatlar yaratib beryapti. Ta'mirlash ishlari ham davlat tomonidan berilgan Ramazon tuhfasi aslida. Men 1957-yilda Sandalda kuyganman. O'sha paytda bir yoshda bo'lganman, o'sha davrda. Keyin o'shanda endi doktorlar tomonidan ozgina noto'g'ri operatsiyalar qilgan, yaxshi chiqmaganman-da. Shundan shu mana endi 69 yildan beri nogironman. Birinchi guruhda nogironiman. Oilamizda mana 2 o'g'il, 1 qizim bor. Shundan ikkitasi ikkinchi o'g'lim birinchi guruhda nogironi, qizim ikkinchi guruhda nogironi, ayolim birinchi guruhda nogironi. Ular nevrologik kasal. Shu xonadonda mana 12 kishi yashaymiz. Ijtimoiy agentligidan kelishdi. Mana bizni sharoit ko'rib, menga mana elektron mobil unaqalarni kolyaskasi berishdi. Toshkentda protez beradi. Oyoq kiyim, mana qulog'imga apparatlar bergan. Mana Ramazon oyi boshlandi. Mana bizda mana xonadonda qurilish ishlari boshlanib ketdi. Mana 14 kun, 13 kun bo'lib qoldi. Ishlar juda yaxshi, chiroyli ishlayapti. Sizlar baraka topsin. Eshik tirzallarida hammasini qurib berishyapti. Mana hammomimiz yo'q edi, banyamiz bor edi, banya qurib berishdi. Paravoyim qurib berishdi. Prezidentimizga ming rahmat.
Yon atrofimizga qarasak, bu kabi insonlar, oilalar har yerda uchraydi. Qarindoshlarimiz orasida ham topiladi. Biroq muhtojligini ko'ra bila turib ba'zida yordamimizni keyinga suramiz, bahonalar izlaymiz. Yaxshiyamki beminnat qo'l cho'zadigan davlat bor. U bahona qilmaydi. Beg'araz yordam ko'rsatadi. Har bir ehtiyojmandga yelkadosh bo'ladi. Yotganida ham ko'ziga qora ko'z oynak taqib yuradigan Indira Ataxonovani ham achchiq qismat chetlab o'tmadi. U endigina 30 yoshdan oshganida ko'z nuridan ayrildi. Oldin hayotim yaxshi edi, sog'lom edim. Hamshira bo'lib ishlab yuraydim. 2 farzandim bor. Keyin davleniyam ko'tarilib, shuna birdan miyaga qon quyilib, shu ahvolga tushib qoldim. Mana ko'zim ko'rmay, oyog'im yurmay, 3-yil уже yotoqqa yotibman. Rahmat prezidentga, shunay mana yaxshi bizga yordam ko'rsatdilar. Ijtimoiy agentligiga rahmat. Mana bizani shuncha qo'llab-quvvatlab, qo'llaridan kelgancha yordam ko'rsatdilar. Minnatdor biza. Nevrologiya bo'limiga Bo'stonga yotdim. Mana hozir 2-bera yotqizdilar. Hozir fizioterapiyalar olishni boshladim. Massaj olishni, tiklanish uchun muolajalar olyapman. Undan tashqari mana shu 1 million so'mdan pul berdilar. Qishda Ramazon oyiga berdilar. Qishki sezon vaqtiga mana gaz svet uchun yordam qilib tashlab berdilar plastik kartamizga. Ancha yordam berdilar. Rahmat katta. Niyatlarim ko'p, o'g'illarim o'qitishni xohlayman. Eng aslimni ko'rishni xohlayman. Tuzalishga qarab ketayotgan ekansiz. Xudoga shukr denglar, qo'l oyoqlaringiz ishlayapti. Ko'zlaringiz ko'ryapti, yorug' dunyoni, shunday chiroyli manzarani ko'ryapsizlar. Allohga shukr deb yashash kerak. Baxt kelsa, qo'sha degani shu bo'lsa kerak. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qiluvchi Indiraning uy-joyi ham davlat tomonidan qayta ta'mirlandi. Ko'cha fasadlari yangilandi, uy atrofi betonlashtirildi, yangi hammom qurildi. Xullas, Indira shifoxonadan ta'mirlangan shinam va yorug' uyga qaytadi endi. Uylarimiz yaxshi emas edi, eski uy edi. Hozir uyimizni yangi uy qilib berdilar. Oynalarni almashtirdi, akva oynalar qo'ydilar, eshiklar qo'ydilar, uyni isitib berdilar. Tashqari tomonidan devorlarni isitib berdilar. Santexnika qo'ydilar. Mana dush qizim uchun taxlab berdilar. Oilaviy sharoitimiz og'irroq. Bizlar xo'jayinda nafaqaga, qizim ham nafaqaga. Qizimning 2 bolasi bor. Davlat tomonidan, mahalladan yordam ko'ramiz. Ijtimoiy himoya agentligi bizlarga ko'p yordam beryapti. Navoiy больницasiga yotqirdilar qizimni. Lecheniya olayapmiz. Hech qanday onani boshiga tushmasin. Bizni boshimizga tushgan. Hamma sog' salomat bo'lsin. Endi o'zingiz ayting. Boshpana muammosi bilan yurgan odamning ko'nglida halovat, xotirjamlik bo'ladimi? Afsuski, bunday yurtdoshlarimiz kam emas oramizda. Ramazon oyida ana shunday ko'ngli o'ksik, uyi ta'mirga muhtoj 10 mingga yaqin yurtdoshlarimizning turar joylari ta'mirlab berilgani ular uchun kutilmagan bayram tuhfasi, xotirjamlik garovi bo'ldi. Haqiqatda biz davlatimizda juda katta xayriya ishlar amalga oshirilyapti. Juda katta e'tibor bo'lyapti. Aytaylik, o'sha kambag'allikdan chiqarishlikka qilingan harakatlar, talaba yoshlar hamma uchun sharoit, lekin Ramazon kelganda davlatimiz rahbarining saxovatlari, e'tiborlari ayni mana shu oyni qadimgi qadriyatimiz nuqtai nazaridan ko'pchilikka manfaatlik xayriyaga qaratildi. Ramazonda qilingan har bir sadaqa, har bir ihson boshqa oylarga qaraganda bir necha barobar savobi ziyoda bo'ladi. Shuning uchun ham ayni mana shu oy tanlandi.
Bu yilgi Ramazon haqiqatan barokatli, o'ksik ko'ngillarga quvonch va xotirjamlik ulashgan bayram sifatida namoyon bo'ldi. Ayniqsa ijtimoiy himoya milliy agentligining aniq mezonlar asosida yangicha tartibda ish tashkil etishi qanchadan qancha ehtiyojmand yurtdoshlarimiz uchun beqiyos ko'mak bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, hech bir fuqaro e'tibordan chetda qolmadi. Zero bu yordam mavsumiy, shunchaki bir martalik aksiya emas, bu tizimli davlat siyosatidir. Yaxshilik ustuvor bo'lgan yurtda esa inson qadri hamisha ulug'lanadi.